Salom, so'q. Qo'llar yuqoriga. Boshqa-ku. Qarsanglar bilan. Voh, zo'r bo'ldi. Assalomu alaykum. Birinchi navbatda qora-yu oq, ozg'unu do'mboq, uzunu dumaloq, donishmand hazili bilan aytganda xullas kalom yechilmas jumboq ayollar. Mana endi assalomu alaykum. Navqiron yigitlik chog'ida birovni gapini bir tiyinga olmasdan, o'zini bilganidan qolmasdan, xotinning gapiga ham quloq solmasdan, lekin bora-bora oxiri xotin chizgan chiziqdan chiqa olmasdan boshini egib eshitib o'tiradigan erkaklar. Borlaringizga shukr, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Men sizlarni shunaqa yaxshi kayfiyatda ko'rsam ilhomim keladi. Men so'g'itliklarni juda ham yaxshi ko'raman. Bilasizlarmi nimaga? Sizlarda askiya kuchli, rivojlangan. Odamlarda orasida ham qiziq voqealar ko'p bo'ladi. So'g'itda bo'lgan voqealarni aytib berishadi, rosa qotib kulaman. Bitta bo'lgan voqeani aytib berishdi hozir, bitta bo'lgan voqeani aytib berishdi. So'g'itlik bir boboy 5 ta nabirasi bilan tepadan mana sentrga tushmoqchi bo'lib Damas'ga gaplashgan ekan. Damaschi endi har bir kishi boshiga 1000 so'mdan olar ekan. Boboy o'zi bilan 5 ta 4 ta nabira ekan. 4 ta nabira. Nech pul beraman olib tushib qo'ysang bolam degan ekan. Shopiram sho'stiriki, suqdi Damaschilar qanaqa sho'stiri. Bu debdi, men bolalarni yaxshi ko'raman debdi. Shuning uchun bolajonlarga pul olmayman. Bolalarga tekin, o'zingizga 5000 bo'ladi debdi. Desa boboy ham sug'di buvosida. Mayli bolam, shunisiga ham rahmat. Bolalarni yaxshi ko'rsang, sen bolalarni olib tushir sentrga, men boshqa mashinada yetib olaman degan ekan. Qarsanglar bo'lsin. Shuning uchun sizlar bilan bemalol kulishaveramiz. Endi dollar haqida bekorga qo'shiq aytmadim. Qayerga borsang dollar haqida gapiradi. Zelin bozorga borsang ham kampir ham dollar kursi bunaqa bo'ldi, shuning uchun men bunaqa narxga sotyapmiz deydi. Xotinam uydan chiqyapman, bu yoqqa kelishdan oldin uydan chiqyapman, dadasi deb qoldi. Sizga bitta savolim bor dedi. Tezbo, men shoshyapman. Hoji aka telefon qilyapti, ketishim kerak. Tezbo, ketyapman, men suqqa ketaman. Tezbo desam, shoshmang, savolimga javob berishingiz kerak. Bo'l, beraman savolingga javob. Lekin savolimga javobni yuragdan, vijdonan berishingiz kerak dedi. Xo'p, vijdonan beraman, Tezbo. Dedim, nima savoling desam, dadasi deydi, sizga birortasi 100 dollar beraman desa, menga xiyonat qilasizmi dedi. Shunaqa jahlim chiqdi, opa. Shunaqa jahlim chiqdi, xotinga qarab, "Hey, menga qara, shu paytgacha xiyonat qilmaganman, hozir ham xiyonat qilmayapman, bundan keyin ham xiyonat qilmayman. Bu gaplaringni yig'ishtir." Endi ayol kishini bilasiz, opa. Savol berdimi, javob olmasa qo'ymaydi. 1000 dollar bersachi dedi. Men aytdim, "Ey, shu narsani bilib qo'y. Men xiyonat qilmaganman, qilmayman. Dunyoda ikkita to'g'ri erkak bo'lsa, bittasi menman, ikkinchisi otang" dedim. Agar dunyoda bitta to'g'ri erkak bo'lsa, otang ham ketdi dedim. Ketadigan joyiga dedim. Men xiyonat qilmayman dedim 1000 dollarlaringga dedim. Bo'lmasa 10,000 dollar bersachi dedi. Dedi, shunaqa jahlim chiqdi aka, shunaqa jahlim chiqdi. Xotinga qarab bir baqirdim. "Ey, menga qara" dedim. "Ikkinchi menga bunaqangi ikkilantirib qo'yadigan savol berma" dedim. Endi bunaqangi savol javoblar, bunaqangi hazil-huzul faqat yoshlar orasida emas, chol kampirlar orasida ham bo'lar ekan. 60 yil turmush qurganiga 60 yil bo'lgan chol 1-aprel kuni bir kampirni kuldirib qo'yay debdi-da, bir motlab boplab qo'yay debdi-yu. Kampir debdi, bedanani qovog'ini haligi xoltachasini olib olib, "Buni ichida nima bor, kampir?" degan ekan, "Bedana bordir" desa, "Yo, bedana yo'q. Buni ichida kampir. Mana shu 60 yil turmushimiz davomida senga necha marta xiyonat qilgan bo'lsam, yong'oqday toshdan bitta sop qo'yar edim. Mana shu qopchani ichida nechta tosh bo'lsa, men senga shuncha xiyonat qilganman, meni kechir. Sendan uzr so'ramoqchi edim, xotin" debdi. "Qancha ekan tosh, nechta tosh bor" desa, "Mana hozir sanaysan" debdi-da. Shuna qopchani to'kkan ekan, 1 emas, 2 emas, 3 emas, 10 ta, naqd 10 ta tosh tushibdi aka. Kampirni ko'zi to'rburchak bo'lib ketibdi toshga qarab. Bir toshga, bir cholga, bir toshga, bir cholga qarab-yu, bir so'z aytmasdan shaxtam qadamlar bilan yer to'laga, podvalga qarab kirib ketibdi kampir.
Chol rosa qotib kulibdi-da, "Iye" debdi. Bu tag'in gapimga ishonib, o'zini o'zi osib qo'ymasin podvalga. Yugurib lukkullab borayotgan ekan, borayotsa kampir sabzi soladigan qopimiz bor-ku. Ana shundan yarim qop bir narsani zo'rg'a sudrab kelayotganimiz. Chol qopni ko'rib, "Kampir, nima bo'la? Bu qopdagi ham toshmi deyman?" desa, "Yo'q, qopdagi mosh" debdi. Bu moshing nechta chiqar ekan kampir desa, "Sanaganim yo'q, bu qop to'luvdi. Yarmidan ko'pini o'zingizga mosh kichiri qilib yedirganman" debdi. Kampir, "Meniki 1-aprel edi" desa, "Meniki 21-mart edi" debdi. Ko'rdilaringmi? O'zimiz hazilni boshlaymiz, nakavtiga o'zimizga atvet keladi. Shuning uchun baxtimizga ota-onalarimiz omon bo'lsin, bolajonlarimiz sog' bo'lishsin. Men bunaqangi Shinavanda muxlislarni ko'rganimda, mana shunaqa kayfiyatda muxlislarni ko'rganimda o'zimni yangiligimni aytkim keladi. O'zimni sirimni aytkim keladi. Men sizlarga bitta sirimni ochib ketmoqchiman. Mana shu sizlar yaxshi ko'rgan xalqimizda san'atkorlari, suyukli san'atkorlari ijro etgan hit qo'shiqlar, ya'ni mashhur qo'shiqlarni o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qilib dunyoga chiqarish bilan shug'ullanyapman. Shunday zo'r ish boshladim, hali hech kim qilmagan bunaqa ishni. Meni sha'nimga guldiroz qarsanglar bo'lsin. Qarsanglar qattiqroq bo'lsin. Shogirdimiz Abrorjon Shavvozov deydi bu bolani. Assalomu alaykum. Ustoz, ming bor uzr, sizdan so'ramasdan ham chiqib kelaverdim. Hayron qoldim, nimaga so'ramasdan? Hozir orqada eshitib qoldim, bir yangi ish boshladim, tarjima qilyapman qo'shiqlarni dedi. Ha, men yana bularni o'zimga yaqin olib, yangiligimni aytayotdim. Bular yaxshi ko'rgan qo'shiqlar bor-ku, hit qo'shiqlar. Mashhur. Ana shularni rus tiliga tarjima qilib dunyoga chiqaryapman. Hozir artistlar har kuni ertalabdan meni darvozamni oldida jivoy ochirtga turadi. Ozodbek ham, Munisa Rizayeva ham, Sherali Jo'rayev, Yunus Usmonov hamma navbatga turadi. Ertalabdan qo'shig'imni tarjima qiling, meni qo'shig'imni tarjima qiling deb turishadi. Meni bilmagan odamlar, bu odam sut sotsa kerak artistlarga deb o'ylaydi. Ustoz, menga kerak ekansiz, juda ham zarursiz. Men hammaga kerakman hozir. Bir yaqinda Ivan degan o'rtog'im bor, mahallada taniysiz. Ha, o'ris o'rtog'ingiz bilaman? O'ris, o'sha to'y qilyapti ustoz. Ivan qanaqa to'y qilyapti? Sunnat to'y qilyapti. Ya, o'zi uylanyapti, qarang. O'ris bo'lsa ham savob yo'liga 2-3 ta kam ta'minlangan oilalarni, bolalarni qo'shib o'ryapti to'yga. Savob yo'liga bo'lsa men jon deb qo'shilaman. Bu yerda o'tirganlar ham qo'shiladi, ammo to'g'rimi yo'qmi? Savobga qo'shilamiz. Nima qilishimiz kerak? Mana qarsaydi qarang, ana. Savobga mana shular. Hamma muxlis. Nima qilishimiz kerak? Yo, endi sizdan xizmat shu qo'lingizdan keladigan o'sha o'zbekcha hit qo'shiqlarni ruschaga tarjima qilib berishingiz kerak. O'zim tarjima qilaman. Meni kuchim yetmasa bu yerda rus tilini mutaxassislar, professionallar o'tiribdi, birgalashamiz. Demak, Alisher Fayzni bitta qo'shig'ini tarjima qilib bering. O'ynab, ko'zimni yumib tarjima qilaman Alisher Fayzni. Qarang. Yorim meni aylabon g'arib, jena meni zdelav chuma. Ko'ylak kiyib o'tdi jimjima. Пришла, одев платье, блестит как свита музыка. Zo'r, ha? Uyga borib keldi o'zgarib. Тёща послала ее подменив. Yomon qo'rqdim. Ах, сволочь. Abo ustoz, qo'rqdim, bayalsa bo'lmaydimi? Rus tili juda boy til. Bayalsa desangiz ham bo'ladimi? Srochni kelib tiqilib qolgan paytda svolish desangiz ham bo'laveradi. Dahshat. Ozodbek Nazarbekovdan ham. Ayting. Chang ko'chalar. Yamnaya daroga. Pil bo'ladi chang. Chang pil bo'ladi, lekin mana bunaqa yomg'irlik sezondan keyin so'g'di ko'chalarda changdan ko'ra yama ko'payib ketadi. Shunga moslab aytayotgandim. O dahshat. Yavrum keladi oydin kechalar. Jena idiot rukah fanarik. Menga qo'ying yorni akalar. Astavti bratani babumni. O'zim boray ostonasiga. Я сам пойду ее подъезду. Ayta qolay onasiga.
Сам скажу старшему бабу. Rozi bo'lsa onasi ey. Если согласна onasi ey. Onani ham tarjima qilib yuboring. Ona tarjima qilinmaydi. Ona любой joyda ona. Voh, qarsanglar bo'lsin, dahshat. Rozi bo'lsa onasi ey, to'yib boray koshonasiga. Если согласна mamasi ey, я буду жить kvartirasini bitta xonasiga. Ya zo'ru ustoz, oxirga tushunmay qoldim. Kvartirasiga borib yashayman dedingizmi? Hada, ruslarda shunaqada. Bizada kelin qaynonanikiga kelin bo'lib borib yashaydi. Ruslarda kuyov qaynonanikiga kelin bo'lib borib yashaydi. Va dahshat, urf-u odati bilan Shunday. issiq joyida tars tarjima qilyapti. Bitta qarsak bo'lmasa bo'lmaydi bizda. Rahmat. Hammani qo'ldan kelmaydi. Yana bitta Ozodbekdan. Atrofingda men sarson, Вокруг тебя я sarson. chiroylisan hammadan. Ты красивая, как Baba Yaga. Aytgil sen menga qachon sevaman deb aytasan. Скажи, ты меня когда спишь со мной? Oh. Zir yugurgan ortingdan shahzodalar juda ko'p. Бегущий сзади тебя, как группа Шахзод, Войдот, как Усейн Болт. Usain Bolt nima qilib yurdi qo'shiqda ichida? Mana yigitlar yaxshi bilishadi, Useyn Bolt degan yigit dunyoda eng tez yuguradigan rekordchi. Atrofingda mana yigitlar Useyn Boltday tez yuguryapti deb tarjima qilyapman. Agar rostdan ham tez yugursa, Andijondan mana shu joygacha qancha vaqtda keladi? Andijondan mana shu yergacha yo'lda potaradar bo'lmasa 1 soatda keladi. Qarsanglar bo'lsin, dahshat. Men bunday qarasam, opa singillarimiz, ayollarimiz ham ishtirok etyapti bugun. Ayollar haqida bitta zo'r qo'shiq bor-ku, lekin siz tarjima qila olmasangiz kerak. Qo'ying, boshqasini aytamiz. Nima deganingiz? Men tarjima qila olmaydigan qo'shiq hali bo'lgan yo'q, paydo bo'lgan yo'q. Tarjima qila olasizmi? Nima deyapsiz? Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. U qo'shiq juda ham kuchli so'zlar bilan yozilgan, lekin meni qo'limdan keladi. Chunki men rus tilini armiyada o'rganganman. Bunaqangi o'qib o'rganmaganman. Bo'lmasa qarang. Oshiqlaring poyingga gul otib ham bo'ldi. Mujiki бросали цветы под ножки твои с tuvak-puvakом. Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi. И они покушали мед из твоей губы в xilvate. Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. И снимали на телефон, продали через YouTube. Rost yolg'on ertaklarning borar yeri sen, asov otdek erkaklarning borar yeri sen. Короче, все мужики подойдут к тебе. Asov otdek deyapti. Сургандаринский, Кашкадаринский мужики тоже, Сухтинский тоже. Вот такие микромужики тоже к тебе подойдет. Borar yeri sen deyapti. Короче, красотка, для мужчины ты, конечная остановка. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Ах, какая Женщина, вот такая женщина. Sarban guruhi boru, Farhod Saidov. O'shani muxlislari ham bor bu yerda. Yo'q, men qo'rqmayman da, ayting. Kuychalari yurakmi bu? Muzika играет сердце, что ли? Sevgidan darakmi bu? От любви axborot, что ли? Yor kelar malakmi bu? Жена идиот или официант, что ли? Qizmi bu, kiyikmi bu? Девушка или козел, что ли? Alen. Echki dedim, ha? Echki deb oldi. Alen, что li? Yoshlar bobidan ham bo'lsin. Oysara opani qizi Jumagul. Aysara apinski tovar Jumagul.
endi meni mensimading Jumagul. Теперь мне борт dava Jumagul. Sen shaharda o'qib kelib men bolani kasal qilib. Ты учился в Дубае, поэтому я болею спидом вай-вай. Endi senga toqqa chiqib gullar uzib kim beradi? Yig'lamasam iloji yo'q. Теперь тебя не дам цветы, Джумагуль. Тебя жалко цветы, Джумагуль. Тебя дам кактус, Джумагуль. Тебя дам г'o'zapaya, Джумагуль. Ах, без вафо. Qarsaylar bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Bu yerda Abror Shovozovga guldiroz qarsaylar bo'lsin. Rahmat. Ustozimiz Zokir Ochildiyevga ham alohida qarsaylar bo'lsin. Rahmat. Opa singillarimiz juda ham ko'pchilikni tashkil qilishyapti. Bular bilan davramiz go'zal. Biza qayerga borsak, opa singillarimiz O'zbekistonning qaysi burchagiga borsak, bir xil savol berishadi. Menga birinchi 3 ta savol beradi, bor yo'g'i. Opa, sizlarning birinchi savollaringiz Zokir aka boladan nechta deydi? Men borini aytaman, 4 ta deyman. Ikkinchi savol albatta nechtasi o'g'il deydi. Men borini aytaman, 2 tasi o'g'il desam, uchinchi savol doim kulgulik. Nechtasi qiz deydi keyin. Qolgan 2 tasi qizda desam, oilangiz nechta deydi. Bitta desam, uyat emasmi shu gavdaga deb qo'yishadi. Hazillashib. Bularning bu savollari bitta latifani eslatadi menga. 2 ta kundosh yonma-yon turib olib, turmush o'rtoqlarini so'roq qilishayotgan. Dadasi hozir aytib berasiz. Qaysi birimizni yaxshi ko'rasiz? Hozir aytib berasiz. Qaysi birimizni yaxshi ko'rasiz? Ikkalalaring ham deganki, "Ya, unaqasi ketmaydi. Qaysi birimizni ko'proq yaxshi ko'rasiz?" Hozir aytasiz. Aytib bo'ladimi? Ikkalasi yonma-yon turgan paytda aytib bo'ladimi? O'z ayting, ikkita xotinlikka o'xshaysiz. Yo'q. Chunki yoshini yaxshi ko'raman desa, qarisi to'kilgan tishlari bilan bo'lsa ham g'ajib qo'yadi. Qarini yaxshi ko'raman desa, yosh yeb qo'yadi. Chaynalib qopti. Bo'p qolgan ekan, bittasi aql ekan, kundosh sal savollar osonlashtirmasak, hozir ikkalamiz ham ersiz qolamiz debdi. Qanaqa osonlashtirmoqchisiz? Dadasi, sizga savol, savolimizga javob bering, o'ylab javob bering, shoshilmang. Dadajonisi, sizga savol, tasavvur qiling. Biza 2 ta kundosh daryoda suvda yonma-yon oqib ketyapmiz. Tasavvur qiling. Yonma-yon 2 ta kundosh suvda oqib ketyapmiz. Ikkalamizdan qaysi birimizni suvdan birinchi qutqazib olasiz? Shuni ayting. Bo'ldi desa, eriga ham jon kiribdi-da, qarri xotiniga qarab, "Rizvon, sen suzishni bilasan-a?" degan ekan. Shu tomoni bor ekan. Qarsaylar.